Ramazan yazmaları 4. bab Kur'an iyi Ramazan 1. bölüm Kur'an'ni yüzaki emas, yürükidan çoğunqur düşünüp okuş. Ramazanның uluqliqidan her mahallada Kur'an muqabilisi. Yani biri o'qisa, yana birisi kitobga qarab anglab berish boshlaydi. Har tarafni Qur'on tilovati qoplaydi. Shaytonlar bog'lanadi. Shundoq, shaytonlarki to'p-to'pi bilan bog'landi. Ko'rinadigan, ko'rinmaydigan inson siyaqidagi galastuk taqib olganlar, taratqulardagi gazitlardagi puhra siyaqidagi rasmiy organlardagi har xil shaytonlar bog'lanadi. Xalqimiz Qur'on o'qishni yangidan o'rganishni yuzidan o'qish yoki yuziga qarab o'qish deb ataydi. Bu chiroyliq va dal joyida aytilgan so'z. Qur'onni yuzidan o'qish atalg'usi yada o'qishdan farqlantirish uchun ishlatiladi. Demisimi, yada o'qish qarab o'qishdan afzal. Shundaqdimi, yuziga qarab o'qish hech o'qimagandan yaxshi. Aslida hech o'qimaganlardanmi tuvan turdiganlar bor. Ular Qur'onning jinini o'qiganlar. Ya'ni arziyat yetkazganlar. Eng razil kishilar dal mushu Qur'onga qarshi isyon qilg'uchilar. Allah ularning sharridan o'z panoyida saqlag'ay. Bu atalg'uni ishlatuvchilarning ko'pinchisi bilmasimi, bu yuzidan o'qish uqumi ma'nosini tushunmay turib o'qishning eng oddiy ifodalanishi. Aslida tushunmasdan va qurmuqur o'qishni yuzidan o'qish desak, undaqda yod o'qishni nima deymiz? U tegi taktidan tushunib o'qish emas, yuzaki o'qish bo'ladi. Qur'on vahiyining tunji amri bo'lgan o'qu bevosita aslashni o'z ichiga oldi. Birisi sizga o'qig'in, tushunmasangmi hech nim bo'lmaydi desa, uning chiroyiga sen saqmo degan ma'nida hayronlik bilan qaramamsiz? Undaqda mundaq bir ishqa Allah buyurumda insonni Qur'onni ochiq qilib arab tilida nozil qilganligini Allah bayon qilyotdi. Arab tilida nozil bo'lishi o'ng'ay tushunsin deb insonlar ishlatayotgan bir tilda nozil qilganligini ifodalaydi. Qur'onni pat-pat, mo'bin, ya'ni ham ochiq, ham tushunishlik, ham ochiq bayon qilg'uchi, sufati bilan tushundirguchi Allohdir. Qur'on haqida cho'nqur tafakkur qilmamdu deguchi Allah. Qur'onni tafakkur qilg'uchi qavmiga hadiya qilg'uchi Allah. Pat-pat haqiqatan ozg'inisidan boshqasi Qur'on ustida tafakkur qilmaydi deb ogohlantirdi Allah. Yunus surasi 100-oyatda fikr yurgizmaydiganlarni Allah azobga giribdor qiladi deguchimi Allah. Yuzidan o'qish atalg'usi menga turkchimizdagi yuziga qarab kulib qo'yish degan tamsilni asıltıdı. Haqqingizda yaxshi narsalarni o'ylab qo'ymaydigan biri, siz bilan yaqin emas biri sizga tabassum qilsa, buni menga kuldi deb ataysiz. Yuzidan bo'lganlar yurakdan bo'lmaganlar bo'lib, satihi, ya'ni yuzaki ifodasining o'rniga ishlatilgan yuzaki kalimasi, ya'ni cho'nqur bo'lmagan. Agar tegidan qazaydisangiz, shamolda so'rilib ketadigan ma'nosini ifodalaydi. Qur'onni yuzidan o'qishmi Qur'onga qarab kulishga o'xshaydi.
Qur'on bilan bo'lgan munosabatini cho'nqurlashtirmoqchi bo'lgan mu'minlar muqobila harakatini yuzaga o'qish bilanla bo'ldi qilmaydi. O'ylab beqing, xonim qizlar har Ramazon muqobila o'qiydi. Ba'zilari bu ishni 10 yildan buyon, ba'zilari 20, 30, hatto 40 yildan buyon davomlashtirib kelyotidi. Buncha yildan buyon Qur'onni yuzidan o'qigan bu xonimlar uni tegidan tushunib o'qishga intilmagan bo'lsa, Qur'on ulardan ranjimasmi? Ya'ni doim Qur'onga qarab kulib qo'yib, bir qitim ichiga, yuragiga qarab kulmasa, yiroqdan tonishgan Qur'on bilan munosabatini cho'nqurlashtirmasa, uning bilan yaqin munosabat o'rnatmasa, yurakdan tonishishni sinab baqmasa, Qur'onni tushunishga tirishish, uni tegidan o'qish, hatto yuragidan o'qishga tirishqanlik bo'ladi. Allah kalimalarning qalbiga ma'nolar yerlashtirilgan. Kalimalarning qalbiga nozil qilingan ma'nolar mu'min insonlarning qalbiga nozil bo'lishi kerak. Buning uchun Qur'onni yuzaga o'qish kifoya qilmaydi. Tushunib o'qish shart. Qur'onga qarab kulib qo'yg'ichiga Qur'onni kulib qo'ydi. Qur'onga yuragidan chiqarib tabassum qilgan kishiga Qur'onmo yuragidan tabassum qiladi. Ig'zini ichib so'zligichi o'zining tushunilishini umid qiladi. Gulning po'raklab ichilishi, bulbulning sayrishi, qo'zilarning ma'rishimi bir ma'niga ega. Ya'ni ma'lum ma'nini ifodalaydi bular. Koinotdagi har narsaning o'z oldiga bir ma'nosi bor. Undaqda ilohiy ovozning ma'nosi bo'lmasmi? Allah ahamiyatsiz ishlar bilan mashg'ul bo'lishdan xoli. Vahiy bir tilovat kitobi emas, balki bir hayot kitobi. Bu sababdan hayotga nozil bo'lgan, uni o'zgartirish uchun yana o'z ifodasi bilan elib aytganda xitob qilinuvchilarni qorong'ulikdan yorug'likka chiqarish uchun nozil bo'lgan. Qur'onning nuri uni tushungan bir aql va qalbga tushidi. O'ylab beqing, men tushunmayman, lekin yashayman deyish nima degan ahmoqlik? Sahaba kiramlar 10 oyatni ilib, yaxshi tushunib, hayotiga tatbiqlab, ondan yana 10 oyat o'rganatdikan. Biz bir-birimizga sahobalarning Qur'onga tutgan bu samimiy muomalasini bayon qilishning o'rniga palonchining bir kechada Qur'onni qancha qatim xatma qilganligidek asosi yo'q hikoyalarni anglatamiz. Bu sababdan Qur'on tasavvurimizmi, tushunish va hayotimizga tatbiqlash tushunchisi asosi o'rinda turadigan tasavvur bo'lishdan bakrak, avtomatik qaytalash asos qilingan bir tasavvur bo'lib chiqmoqda. Natija nima demsiz? Natija hammaga ayon. Qur'on dunyoda eng ko'p o'qiladigan, lekin eng oz tushunilgan va eng oz hayotga tatbiqlangan kitob bo'lmoqda. Ramazon muqobillarini Qur'onni hayotga elib kirishning bir fursati deb bilayli. Minglagan, 10 minglagan uydan yuksalgan Qur'on tilovati oldi bilan tushunish maqsad qilingan. Ondan hayotimizga elib kirish nishon qilingan qiroatga aylansin. Minglagan, 10 minglagan uydan faqat Qur'on sadolarla emas, uning bilan birlikda Qur'oni bir hayot yuksalsin. Mana bu vaqtda Ramazon haqiqiy ma'nosi bilan keladi. Keladi va hech ketmaydi.
keladi va Qur'onning hayot baxsh etguchi havosini elib keladi. Badanini xuddi o'lik qalbini elib yurgan bir tavutga o'xshash kezdirib yurgan tirik jinozlarga yangidan hayot bag'ishlaydi.